bir yama mahalladan reportaj. Chilonzor 19, Xirmontepa, Mavlonov, Azam akani mahallalaridami? Bizaga internetdagi har qanaqa yolg'on qarorlarni chiqarmanglar. O'rtoq yuristlarmi, sizlar blogerlarmi, sizlar bizani mahalla eshigidan kirgan yo'q-ku qarorlar, tushundingizlarmi? Chilonzor hokimiyatdan javob kutib qolamiz. Bilmasam mana 19 yildan beri yuribman. Bizaga dedilar jamiyatga, men shuna tushunchaga ega bo'ldim. Nogironlar kerak ekan. Nogironlar dedilar. Nogiron bo'lsangiz, пожалуйста, yo nogironligingiz bo'lsa, пожалуйста. Qolgan narsaga mahalla yordamchisini eshigidaman. Ha, kishi bir nimalar dedilar. Tushundingizlarmi? Bitta kishi qabul qilsam bo'laveradi. Kim biza? Sizni mahalla rais kutib o'tirishga ular mana soat nechi? Ketdilar, короче. Tushundingizlar? Shunaqa javob kutib qolaman hammadan. Fikrlarni bildiringlar, qani mahalla haqida ham bugun qilmasak bo'lmaydi tema. Barak to'platimizga nogiron bo'lishing kerak ekan. Bilmayman, prezidentimiz shuncha bechora qiynalib gapirib, mahallalarga kelganga ta'siri eshigidan kirmay qolibdi.